Nimadan to'xtagandik? Topologiya yirtishlarni ko'rayotgan. Baza orqali kiritishni aytgandik, esingizda bo'lsa. Demak, birorta to'plam berilgan bo'lsa, to'plamga topologiya aniqlashni har xil usullarni kiritishni boshlaganmiz. Birinchisi shu baza to'plami. Bunda endi qanaqa bo'ladi? X to'plam bo'lsa, bo'lmaydi. To'plam bo'lsa, delta uning qandaydir to'plamlaridan iborat. Oila, qism to'plamlari, ya'ni bosh bo'lmagan qism to'plam. Bu mana bunday qilsa bo'ladi. Va deltani ikkita sharti bor edi, buni bugun yozmayman. Narsa qilib yozyapman. Mana shu ikkita shartni qanoatlantiruvchi delta oila x dagi birorta topologiya uchun baza bo'lib xizmat qiladi deganmiz. O'sha topologiya esa yagona ravishda aniqlanadi. Delta yordamida. Bu topologiya qanday aniqlanadi desa, mana bunday o'qiyapmiz. Birlashma gammalar, gamma deltaga qism. To'g'rimi? Mana shu aniqlangan tau x da topologiya shartlarini qanoatlantiradi va delta oila shu topologiyaning bazasi. Bu gaplarni demak avvalda aytganmiz. Demak, biz biror to'plamni topologiyaga ko'rsatish uchun uning bazasini ko'rsatib qo'yish o'zi yetarli bo'ladi. Faqat u baza, ya'ni oila. Ana bu bazaning ikkita shartini nima qilish kerak? Bir shartni qanoatlantirish kerak. Hamma oilaning mo'miri bu baza bo'ladi deb aytib ketolmaymiz. Oilaning shu bir shartni qanoatlantiradigan bo'lish. O'shanda bu qanaqadir topologiya uchun baza deb aytib ketishimiz mumkin. Tushunarli? Topologiyani qo'yib qo'ydik. Har qanday holatda shuni qo'llaydi. Baza bo'lsa, demak topologiya shuni. Yana bitta narsani ta'kidlash kerakki, bitta topologiyaga har xil bazalar to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, bazani har xil ketganingizda topologiyalari bir xil bo'lib qolishi mumkin. Lekin bitta bazada bir necha xil topologiya paydo bo'ladi. Har bitta bazada demak bitta topologiya paydo bo'ladi. Tushunasizlarmi? Bu funksiyaga baza demak topologiyani ID'sida yoziladi. ID. Masalan, odamda ID'lari har xillar. Pasport bor, pravo bor, ya'ni har xil variantlar. O'sha hammasi orqali sizga borish mumkin-da. Va faqat sizga boradi, to'g'rimi? Sizning qanaqadir ID orqali faqat sizga boradi. U boshqa odamga tegishli bo'lmaydi. Xuddi shunday baza ham shunaqa narsa. Baza topologiya uchun shu identifikatordir. Faqat bitta topologiyaga tegishli bo'ladi. Chunki o'sha sababdan baza orqali topologiya aniqlash mumkin. Bir xil emas, bir necha xil baza bir xil topologiyani aniqlash mumkin. Misol keltiramiz endi, shu baza yordamida topologiya kiritishga. Misol. X sifatida sonlar o'qini olaylik. Haqiqiy sonlar o'qini va quyidagi sistemani qadr berdi. Demak, a'zolarchi bular haqiqiy sonlar. Mana bu barcha bir tomonlama intervallar bor, yarim interval. Ularning barchasidan iborat bitta oilani qarasak, buni osongina tekshirish mumkin. Bitta oila o'sha bir shartlarni qanoatlantiradi. Bitta oila bir-birini qanoatlantiradi. Buni birlashmasi ikkisini qoplaydi. Bittaning birlashmasi, to'g'rimi? Har qanday ikkita interval yarim intervalni kesishmasini olsangiz, yana shunaqa yarim interval chiqadi. Paydo bo'ladi. Demak, bu oila ikkita topologiyani aniqlashgan. O'sha aniqlangan topologiyaga bu baza bo'lib xizmat qiladi. Shunday aniqlangan topologiya to'g'risidagi Zargen-Frey topologiyasi deyiladi. Shuna topologiya kirityapmiz.
Demak, shu topologiya mavjud. Mana shu topologiya nima deyiladi? Zargenfrey topologiyasi. Zargenfrey topologiyasi. To'g'ri chiziq shu topologiya bilan birgalikda Zargenfrey chiziladi. Zargenfrey qo'yilgan. Narigi Evklid topologiyasi ham bor. Ya, demak, qavziyat fazo Zargenfrey chiziladi. Zargenfrey chiziladi. Bu to'g'ri chiziqdan to'g'ri chiziqdagi tabiiy topologiyadan boshqa topologiya bu. Savol, narigi Evklid topologiyasi bilan buni aloqadorligi bormi? Qaysi biri kuchliroq? Evklid topologiyasini bilamiz, bazasi oddiy intervallar. To'g'rimi? Esingizda bunda yarim intervallar. Solishtirish mumkinmi bularni? Topologiyasi. Solishtirish deganda, masalan, u yoqdagi ochiq to'plam, bu yoqda ochiq bo'ladimi? Yoki aksinchami? Shu savollarga bir qiymatli javob berish mumkinmi deydi. U kattasi, chunki Qaysi biri? Evklidda. Evklid boyroq emasmi? Chunki birlashmalar masalan bir taqsimini bilsa, chap tarafda n-cheksiga intilganda noaniq bo'ladi. Hozir masalan, mana shunaqa bironta yarim interval bormi Evklidda? Birida bor bo'ladi, ikkinchisida yo'q bor bo'ladi, yo'qsa taqosa bo'lmaydi ular. Ikkalasida ham shunaqa. Bundachi hozir? Bunda hozir yarim intervallarimiz Evklidda yo'q. Yarim interval Evklidda yo'q. Bo'ldi. Mana shu o'zida bu Evklid bundan kuchliroq emas ekanligi tushunarli bo'ladi. Evklidda yarim interval bormi? Yo'q. Haligi dars aytardim kishilarga, kalbingga bir narsa fikr kelsa, shu teskarisini aytsin. Ko'p o'rinli bo'ladi. Qaranglar. Endi bu topologiyada interval bo'ladimi? Zargenfrey. Oddiy interval kiradimi topologiyaga? Ya'ni, mana yarim intervallarning birlashmasi ko'rinishida oddiy intervalni ifodalash mumkin. Ha? Topologiya degani esingizda, topologiya degani demak, mana buni birlashmalari ko'rinishida ifodalanadi. Hammasi. To'g'rimi? Buning barcha mumkin bo'lgan barcha birlashmalaridan tarkib topadi topologiya. Yuqorida ko'rsatilgan. Savol, Evkliddagi oddiy interval bor, ochiq, to'g'rimi? Mana shu birlashmasi ko'rinishida yozish mumkinmi? Bu chap tarafda bir taqsimini bilsa, shu teskarisini aytib qo'y. To'g'ri aytding, lekin teskari. Demak, bilamiz, intervalni yarim intervallar birlashmasi ko'rinishida ifodalash mumkin. Chap tomonda limitni nol masalan yarim intervalni bitta tomoniga yaqinlashtirgansiz bu. Demak, u yoqdagi har qanday Evkliddagi har qanday ochiq to'plam bu yoqda ham ochiq bo'ladi. Teskarisi o'rnaymiz. Shunday qilib bu yerda kuchliroq topologiya emas. Bu topologiyani siz baza yordamida kirib tushunarli, baza yordamida kirish ancha ish qulay bo'ladi. Bazani ko'rsatib qo'yish bu. Keyingi qadamimiz atroflar sistemasi yordamida topologiyaga kirish bo'ladi. Atroflar sistemasini ham o'tgan safar ko'rganmiz, to'g'rimi? Nosalarni ham ko'rganmiz, esingizda bo'lsin. Ya'ni nuqtadagi bazalar, baza hamma butun baza emas, har bir nuqta bo'yicha bazalar. Esingizlardami? Bazalar olib chiqqanimizda nima bo'lgandi? Bitta x'lar bo'ldi. Ha, nuqtadagi baza. Bitta nuqtadagi bazani nima deymiz? Beta x deymiz. Bularning barchasini birlashmasini olsak, baza bo'lib qoladi. Tushunarli. Siz demak, har bir nuqtada atroflar sistemasini kiritsangiz, atroflar sistemasi deyilishi uchun ham boyagi kechagi 3 ta yozgan shartimiz bo'lishi kerak. O'sha atroflar sistemasi bo'yicha nimani olishimiz kerak? Birlashmada. Birlashma deganda mana bunday. Ya'ni bu oilalarni birlashtirib chiqamiz. Ikkita oilaning birlashmasi deganda shu
bitta kattaroq oila paydo bo'ladi, ikkalasini elementlaridan iborat. Mana bu nima bo'lib qoladi endi? Ba'zi vazifasini o'taydi va narigi masalaga. Demak, atroflarni ko'rsatib qo'ysangiz ham, atroflar sistemasi. Ya'ni har bir nuqta uchun atroflar sistemasini ko'rsatib qo'ysangiz, siz nima ko'rsatgan bo'lasiz? To'liq olgansiz. Ba'zi ko'rsatgan bo'lasiz, masala yakuniga. Tushunarli, atroflar sistemasi. Bitta misol keltiraylik bunga. Bu birinchi misol bo'lsa, mana bu ikkinchi. Xo'sh. L deb turib, yuqori yarim tekisli bor, L2dagi yuqori yarim tekisli, 0 dan tepasi, belgiladi. Yuqori yarim tekislik qayerda bu? L2da. Ya'ni mana bu joyda. Mana bu joyda doğru tepasi. Deyilgan mana bu yigitdagi o'lchasi ham kerak. Nima deb yozsa bo'ladi? To'plam qilib yozsa bo'ladi. X olarak. Y. Bunaqa y-larga, ha? Y-larga. To'g'rimi? Erkin qism. Xo'sh, bu yerda atroflar sistemasi yordamida topologiya aniqlaymiz. Ya'ni har bir nuqtani atroflarini nima qilamiz? Ko'rsatib qo'yamiz. Xo'sh, endi qarang. Demak, buni mana bu yerdagi ikkita to'plamni alohida qaraymiz. Mana bu to'liq yuqorisini L2 deymiz. L1 sifatida mana buni olamiz. Egilgan yo'l to'g'ri chizilgan nuqtalari. L2 sifatidachi? Tepasi. Ha? To'g'ri qatnashmaydi. Olsa, atroflarni men aytib tushuntirman qanaqa kiritilishi. Qaranglar. Yuqoridagi L2ga tegishli nuqta uchun atrof oddiy ochiq doira. Tushunamizlar? L2ga tegishli nuqtaning atrofi oddiy ochiq doira. Markazi shu nuqtada bo'lgan. Mana bunda yozamiz-da. Nima deylik? Ikki xil holda ko'ramizda. L2 uchun alohida, L1 uchun alohida. X tegishli L2 bo'lgan holda u aytaylik Rx ni nima deymiz? Markazi X da bo'lgan. R radiusli nima? Endi mana bu o'rtoqlar X deganda shu nuqtani nazarda tutyapman. Koordinatani nuqtani. Radiusli doira, ochiq doira. Tushunarlimi? Ochiq doira. Atroflar sistemasi mana shunaqa ochiq doiralardan iborat. Xohlasangiz mana bu R-ni 0 ga yetiladigan har qanday ketma-ketlik qolish. Bir taqsimda bo'lishi mumkin. Sanoqli olishingiz mumkin. Tushunarlimi? Tushunasizlar? Beta x turib, masalan, olish mumkinmi? Beta x nimani olamiz? U bir taqsimdan x'larni olish mumkin, to'g'rimi? Shunda nuqtada sanoqli bazaga. Bu qayerda? X L2 yuqori tekislikka tegishli bo'lgan. Endi mana bunisi qiziq. Agar x L1 ga tegishli bo'lsa, boshqacha holatlar bo'ladi. Bunda qarang, u deblar chaqirmaydi va Rx nima bo'ladi? Va Rx mana bu bo'ladi. Demak, bu L1 to'g'ri chiziqda, X nuqtada bu X L1 olmaydi. Urinuvchi X nuqtada urinuvchi R radiusli nima? Ochiq doira. Ochiq doira. Mana bu nuqta uchun qarang. Mana bu X bo'ladigan bo'lsa, bir X deb turib, mana bu doirani olamiz. To'g'ri chiziq ustida. Bilasizlarmi?
Endi atrofi x ning atrofi nima bo'ladi? Mana bu x nima bo'ladi? Bu x shu v x ga bitta x ni o'zini qo'shib qo'yishdan hosil bo'lgan to'plam. Ya'ni mana bu y teng 0 to'g'risini ustidagi nuqtalar uchun atrof shu nuqta va mana bu nuqtaga uriluvchi ochiq doira. Tushunarlimi yo'qmi? Bu doirani boshqacha ajratib to'g'riligi tushunarlimi? Bitta nuqtacha turibdi-da, tepasida doira turibdi. Eng qizig'i ana bu doiraning chegarasi ketmaydi. Shu chegaradan bitta shu nuqtaga tushib turibdi-da. Doira. Shunaqa hamma doiralar shunaqa bo'ladi. To'g'ri ustida bo'lgan uchun. Tepada esa oddiy atrof. Mana bu shu yo'sinda aniqlangan fazo demak Nemetskiy tekstligi deyiladi. Qayerdan belirti L, to'g'rimi? L shu topologiyadan nima deyilgan? Mayda I degan harf bizda yo'q. Nemetskiy plan deb qo'yishadi. Nemetskiy tekstligi. Hozircha buni tanishib turamiz, fazolar. Keyinchalik o'rin kelganda ular o'ziga xosliklarini aytib ketamiz. Biz mana berayotgan fazolar misollar ko'pchiligi kontur misol bo'lib xizmat qilib, shu maqsadda paydo bo'lgan. Bu kontur primer. Keyin uni o'ziga xosligini aytib ketdik. Hozir tanishib. Nemetskiy plan tushunarlimi? Xo'p, tushunarli bo'lsa, keyingi topologiya aniqlash metodiga o'tamiz. Tayyormisizlar? Chap tomonda o'chirsam bo'ladimi? Rosa. Bu metodda oddiy va tushunarli bo'ladi. Menimcha keyingisi. O'tgan safar kimlardir buni ekran tashlashdi. Oldindan, ya'ni talabalar masalan yaxshiroq tushungan paytda oldindan ketadi ba'zi. Yaxshi aytishdiki, o'sha yopiq to'plamlarni olsak bo'lmaydi. Qaysi ma'noda? Masalan, biz ochiq to'plam tavuk e'lon qilganda ochiq to'plamlarni e'lon qilamiz, to'g'rimi? Shuni o'rniga mana to'plamlar yopiq to'plamlar desakchi. Faqat 3 ta shart endi narigi shartlarga o'zgaradi-da. Yopiq to'plamlar shartlari esinglardami? Demorgandan kelib chiqadi. Keling, eslatib olaylik. Hozir o'zing. Mana qanaqadir oila olaylik, gaplarimiz. Bu nima bo'lsin? X dagi yopiq to'plamlar oilasi. Barchasi, to'g'rimi? Barcha yopiq to'plamlar oilasi bo'lsa, qanaqadir topologik fazo bo'ladi. Quyidagi shartlarni qanoatlantirishni biladiga birinchisi. Mana shunicha o'rtoqlar, ana kirli bir nima deydi? Kim ashir desak bo'ladimi? Yopiq to'plamning sharti degan ma'noda. O1lar bo'sh to'plam. Mana bundan gamma tegishli yana x butun fazo ya'ni yopiq to'plam, ikkalasi. Keyingi shart. Ixtiyoriy bir ikki yopiq to'plamlar olsak, bularning nimasi? Kesishmasi. Nimalashmasi? Birlashmasi. Birlashmasi yana yopiq to'plam bo'ladi degan so'z. Keyingisi mana bu oiladan ixtiyoriy sondagi elementlarni olsak, ularning kesishmasi ham yana shu oilaga tegadi. Ya'ni ixtiyoriy sondagi yopiq to'plamlarning kesishmasi yana yopiq to'plam. Qanday olamiz? Bu qanaqadir milliardda oila har qanday lambda qism gamma uchun buning bu lambdaning birlashmasi, lambdaning ichidagi elementlarning birlashmasi yana qayerga tegishli bo'ladi? Birlashmamiz, kesishma.
Jamiyat. Mana shu uchta shart. To'g'rimi? Mana shu uchta shartni qanoatlantiradi kimlar? X'dagi barcha yog'li to'plamlar oilasi. Endi biz X'da topologiya berilmagani holda qanaqadir to'plamlar oilasini mana shu uchta shart qanoatlantirishni talab qilsak-da, qanoatlantirsa bu to'plamlarni yog'li to'plamlar deb e'lon qilsak, xuddi topologiya aniqlaganda bo'ladimi? Bo'ladi. Faqat nomini o'zgartirib to'ldirmaga o'tib qo'yamiz-da. Tushunarli? Bu endi yog'li to'plamlar yordamida topologiya kelib chiqadi. Hech narsa o'zgarmadi, deyarli bir-biriga ekvivalent narsa bu. Avval ochiq to'plamlar e'lon qilganmiz, o'zining shartlari bo'lsin. Shu shartlarga De Morgan ta'sir qildirib oldikda buni. Yopiq to'plamlar deb e'lon qildik. Yo'q, ochiq to'plamlar paydo bo'ldi. To'ldirmalar. Ha? Mana bu tartib muhim. Endi tasavvur qilaylik. X nima bo'lsin? Biror to'plam, to'plam. Va gamma nima bo'lsin gamma? O'sha mana bu bir uch shartlarni qanoatlantirsin. Oilada. Nima oila bo'lsin? Xohlagan. Bu yerda hal topologiya yo'q. Bu holda mana bu taomni qaraydigan bo'lsak, nima qilamiz? X minus f lar, f tegishli gamma. Ya'ni gamma mana uchta shartni qanoatlantiradigan oila bo'lsa, bu holda taomni mana bunaqa quradigan bo'lsak, taom nima bo'ladi? Topologiya bo'ladi. Bu yopiq to'plamlar yordamida kiritilgan topologiya. To'g'rimi? O'z-o'zidan tushunarliki, mana buni qanoatlantiruvchi, demak, gammaning elementlari nima deyiladi shunda? Yopiq to'plamlar deb e'lon qilinadi. Tushunarliki? Yopiq to'plamlar oilasi yordamida topologiya hosil qilish. Mana shu qasiga bitta misol chiqaradi shuni. Past ko'ryaptimi yo tepaga yozaymi? Ko'ryapti. Ko'rinadi. Shu yopiq to'plamlar yordamida topologiya kiritish ham bunaqa tez kelganda u qulay bo'ladi. Yopiq to'plamlar yordamida topologiya. Misol nechinchi misol bo'ldi? X ixtiyoriy nima bo'lsin? Cheksiz to'plam. Cheksiz to'plam. Gamma sifatida nima olamiz? Gamma. Bunaqa a'larki x ga qism. Chekli to'plam. Va bunga nima qo'shamiz? Mana shunaqa gammani kiritsak, bu mana bu uchta shartda qanoatlanadi. Tekshirib qo'yasiz. Mana shu gamma yordamida kiritilgan, mana bu usullarga kiritilgan topologiya. Topologiya bo'ladimi? Bu yerda yopiq to'plamlar qanaqa bo'ladi shunda? Faqat chekli to'plamlar. Mana bu e'lon qilish yopiq to'plamlarni e'lon qilish degan. Mana bu faqatgina chekli to'plamlar xos qism yopiq to'plamlar bo'ladi. X dan boshqa. X tushunarli, endi har bir yopiq to'plam bo'ladi. X dan boshqa yopiq to'plamlar faqat kimlar bo'ladi? Chekli to'plam. Va barcha chekli to'plamlar yo'q. Buni o'sha Zariskiy topologiyasi shu. O'tgan safar yana kiritganmiz, mana ixtiyoriy X da ham kiritish mumkin, cheksiz to'plamlar. Buni inglizlar zo'r ataydi buni. Finite clause. Tushunarli deb aytadi. Finite clause topologiya. O'sha biz bilgan nimaga to'g'ri keladimi? X ga hech qanday shart qo'ymadik. Cheksiz to'plam. O'tgan safar natural sonlar to'plamida kiritdik. Ataydi shu tanish ko'rinishi. Lekin hech qanday natural sonlarning natural sonligidan foydalangan. Tushunarli bu. Keyingisiga o'tamiz.
Bu tomonda o'chirsanlarmi? Anladingmi? O'tgan safar biz topologik fazoda nima aniqlagandik? Yopilma operatorni aniqlagandik. Topologik fazo berilgan bo'lsa yopilmaydi. Operator. Masalan, bu yopilma operatori bu urinish nuqtalaridan iborat to'plam, o'sha to'plamning yopilmasi urinish nuqtalaridan iborat bo'lib qolishini ham ko'rsatgandik va asosiy bitta xossasini ko'rsatgandik. Xossalari bormi? Masalan, xossalari o'sha asosiy bitta terimada ekanlik-ku. Bo'sh to'plamning yopilma. Yopilma operatori. Birinchisi obir degan xossa bor-da. Qanaqa edi? Bo'sh to'plam yopilmas bo'sh to'plam. Ha? Yopilmas tekishi. Ha. To'g'ri. Qismli. Nodami? Ha, shu yopilgan. Tengisi Yopilmasi yopilmadi. Yo'q, shunaqa narsa. Yopilmalar birlashmasi. Va Yopilmas. qanaqa yopilmasi. Boshlaymiz. Bu topologik fazo berilgan bo'lsa, topologik fazoning qism to'plamlari uchun aniqlangan edi. Endi to'plam berilgan bo'lsa, nima bo'lsin? X to'plam. Bo'sh bo'lmagan to'plam. Va bu to'plamning qism to'plamlari bor, barcha qism to'plamlari. Mana bu operator aniqladik. Tele degan operator qayerda ta'sir qilsa? Mana bunda. Har bir ishning qism to'plamini qism to'plamga o'tkazish. Va keldi mana bu shartlarni qanoatlantiramiz. Operator. Ya'ni bu shartlarni o'rgatib chiqamiz. Endi operator qanoatlantirsin-da buni, ha? Qanaqa bo'ladi endi? Keldi bo'sh to'plamga ta'sir qilganda bo'sh to'plam o'tkazadi. Ha? Ani o'zini obraziga qism birlashmaning obrazi obrazlarni birlashmasiga teng, to'g'rimi? Va bu operator qanaqa? Ikki marta ta'sir qilsa o'ziga teng bo'ladi. Demak, mana bu to'rtta shartni qanoatlantiramiz. Biz quyidagi oylani qaraymiz. X'ni. Barcha x minus f'lar demak f bo'ladi. O'sha mana bu operator to'rtta shartni qanoatlantirgan holatda biz mana bu oylani qaraymiz. Demak, buni obrazi o'ziga teng bo'ladigan to'plamlarning to'ldirmalarini ochsak, tavo o'sha og'ir oyga olib shartlarni qanoatlantiradi. Topologiyaning shartlari. Buni ko'rsatish uchun biz mana bu boshqa gamma oylarni ko'rsatib yoki gammasiga bunday ko'ramiz. O'ylanib, mana bu oylar yoki to'plamlar orasi. Chunki yopilmasi Bu oylar to'plamlardan qanchacha ularni qanoatlantiradi. Buni ko'rsatsak ham yetarli, to'g'ri? Chunki bu yerda shu oylarni qanoatlantirsa, topologiyani aniqlashni isbotlagan. Demak, biz mana buni mana bu oylarni mana shu shartni qanoatlantirishni ko'rsatamiz.
Ha, işte kendi kanalına. Ha? Bu baklar da gel olmasın. Bizde ne bu? Anadolu teşekkür. Bu birinci ispat ha? İspat verir. Birinci nima isbatlashimiz kerak? Boshliqdan yanmaga tegishli. Ya'ni mana bu shartlarni tekshirishimiz kerak. To'g'rimi? Xo'sh, boshliqdan tegishlimi? Boshliqlarni, ha, mana bunday. Yopilmasi, ya'ni ikkala o'ziga tegishli. To'g'rimi? Ya'ni bundan nima kelib chiqadi? Boshliqlarni yanmaga tegishli. Ha? Bu qayerdan oladi buni? Mana birinchi savobdan. Ha? Savobdan yeydi. Tushunasizlar? Xo'sh, x ni qanday isbotlaymiz? Hop, x ni yopilmasi bu o'zi qanaqadir farqga tegishli bo'ladi, birinchidan. To'g'rimi? Aniqlanishi kerak. Yopilma deb o'ylayapman o'zi. Aniq yozibku. Mana bu kala x bunga tegishli bo'ladi. Demak, bu kala x degani x ga qism bo'ladi. Mana bu x qism bo'lganlardan iborat. X ga qism bo'ladi. Qolaversa, S2 ga ko'ra nima bor bizda? X kala x ga to'g'rimi? S2. Bundan nima kelib chiqadi? X degan kala x. Ha? Yani bunga ham yarmaga kirishga bilet bor edi. Yarmaga kirishga nima bizga ruxsat beradi? Mana bu shart. Ha, siz mana bu shartni qanoatlantirsiz, yarmaga kirasiz. Demak, x ham shartni qanoatlantirdi. Bundan nima kelib chiqadi? X ham o'sha yarmaga tegishli. Birinchi shart okey bo'ldi. Bundan endi mana pastga yozib ikkinchi shart. Mana bu shartda, to'g'rimi? Ixtiyoriy ishlarni olsam, ularning birlashmasi yana yanmaga tegishli ko'rsatish. Demak, ixtiyoriy qayerdan yanmadan olaman va ularning birlashmasini qarayman. Ha, uchinchisi. Evet. Ha? Uchinchi. Hop, uchinchiga ko'ra nima bo'ladi bu? Evet. Trafikda. Hop, bular yanada olinganmi? Kalaga bir. Kalaga ikki. Ne zo'rona qarashim? Mana bular obrazini o'ziga tegishli. Demak, bu birlashma ham qayerga tegishli ekan? Yarmi. Shularga buni esda qoldimi, o'chirdim shartlarni. Demak, birlashma ham tegishlilikdan yarmi. Ikkinchi shart ham o'zini isbotini topdi. Endi uchinchi shart keladi. Shu joyda bitta narsani ta'kidlab ketsak. Mana bu to'rtta shartni qanoatlantiruvchi operator monoton bo'ladi. Ya'ni A birga qism bo'lsa, bundan mana bu chiqadi. Bizda kala uchun boya to'rtta shart bor. Ha? Ideya beradi, bormi shunda? A birga qism bo'lsa, bu bunga qismligi kelib chiqishi. Bu yopilma masala. Mana buni yopilmaligini xizmat qilmadik. Isbotlamadik, o'sha operator bor.
Men B to'plami va naqadar A to'plami qo'shilgan qandaydir to'plam sifatida yo'l bor, birlashma sifatida yo'l bor. Hop, mana aytaylik, albaga qism bo'lsin, ha? Bunda nimaga chiqadi? B barobar Qarang, A birlashmada teng Bga chiqadi. A. Ha? Kim chiqadi? Xo'sh. Boshqa tomondan mana narsa bor bizda. Tebe, ha? A birlashma, tebe bir, to'g'rimi? Mana bunga ko'ra bu nimaga teng? Keladi. Keladi. Ya'ni ikkala tomonda keladi. Demak, mana bu birlashma bunga teng ekanmi? Bundan nima ko'rsatadi? Keladi. Demak, A qismiga ha? Shunaqa oddiy mulohazalar ko'rsatadi. Ana endi biz ana bunaqa birorta oila o'sha ko'pgina to'plam olamizda kesishmasini qiladi. Mana ixtiyoriy sondagi F alfalarni olaylik, qayerdan? Jamlar. Alfa endi qandaydir indekslar bo'yicha o'zgarsin. I'ni tabiatini bilmayman. Xohlagancha bo'lsin. Men bularning kesishmasi I bo'yicha olganimda yana gambaga tegishli degan savolga javob berishimiz kerak. Mana bu qayerda o'chiradi? Bu shartlarda o'chiraverasiz, tushunarlimi? Hop. Kesishmani qarashim kerak. İhtiyari alfa indeksi uchun mana bu kesishma bor. Qism bo'ladimi ifodada? Oddiy. Hop, bu mana bu S olti bormi? Nimaga chiqadi? Nimaga ko'ra? Yo'q, mana to'g'ri. Hozir isbotlaganmiz. Nima deydi shuni? Mana to'g'riganlar eshitdik. Yulduzchaga ko'raga yulduzcha. Bunlar nimaga ko'ra kelib chiqadi? Yulduzchaga ko'ra alfa I bo'yicha mutabaqalarning yoqilmasi ham ikki qism e'tiborlanadi. Buni yoqilma yozing. Oldin aytib qo'ydim. Sirni oldin aytdim. Kela efal. Efalni yoqilmasi nimaga teng? Efalni o'ziga tengmi? Chunki bu efaldan qaytarilyapti. Gamma. Xo'sh. İhtiyari alfa uchun qarang. Mana bu to'plam efalga qism bo'ladi-da. İhtiyari har bir alfa uchun bu efalga qism bo'lsa, bu to'plam efallarning kesishmasida ham yotadi. Boshqa ko'rmayaptimi deyapsiz sizlarga? Boshqa ko'rmayaptimi? Живой ko'rmayaptimi? Nani bu tegishli bo'ladi nimaga? Ularning kesishmasi. Mana oxirgi munosabat tushunarlimi? Biz buni mana kesishmani oldingi bu ixtiyoriy albaga qism. Mana shu aytilgan gaplar ixtiyoriy indeks uchun o'rinli bo'ladi. Mana bu monotonlik hodisasidan nima kelib chiqyapti? Buni o'sha ikkala operator ta'sir qilganimizda bu yo'ldan bu esa F alfaga teng. Chunki F alfa gammada olingan emas. Demak, mana bu to'plam F alfaga tegishli qism bo'larkan har qanday alfa. Demak, bu to'plam bu F alfalarning kesishmasidan ham yotadi. Sababi har bitta alfa uchun bu yo'q. To'g'rimi? Mana bu. Endi bunga bitta savol eslab olsak. Ha? Savol nima derdi? Birorta to'plam
xohlagan to'plam yotardi, to'g'rimi? Mana bu ikkita munosabatdan nima kelib chiqadi? Bu kabi munosabatdan quyidagi kelib chiqadi. Ya'ni farqlarning kesishmasini va kelib ta'sirida bu faqat o'ziga teng bo'lib qoladi. To'g'rimi? Demak, bunda ham nima bor ekan, kesishmada ham gammaga kirishga bileti bor. Ya'ni gammaning shartini qanoatlanadi. Nima kelib chiqadi? Mana shu farqlarning kesishmasi tegishli bo'ladi. Uchala shart bajarildi. Bajarildi. Tushunarlimi? Demak, mana shu operator to'rtta shartni qanoatlantiruvchi tarafiga keldi degan operator berilgan bo'lsa, mana shu qilib garman olsak, bu yerda yo'q to'plamlar oilasi bo'ladi. Bu esa buni boshqa to'plamlar oilasi. Yana bitta qo'shimcha gap aytamiz. Ana bu keldi degan operator topologik fazodagi yaqin operator bilan ustun o'tishadi. Ustun tushishi larkada, menimcha. Chunki bu yerda faqat yo'q to'plamlar paydo bo'ldi. To'g'rimi? Ani yoqmasida ham tushuvchi. Bu tomon yana yerga qo'shimcha qiladi. O'sha TRL degani menda davom qoladi. Ani yoqilmasining o'zginasi. Demak, har qanday mana bu shart, to'rtta shartni qanoatlantiruvchi operator berilgan to'plamda topologiyamiz bor ekan. Va o'sha topologik fazodagi yoqilma operatori bilan bu operator mahsulotni ustma tushib qoladi. Siz to'plamda topologiya aniqlash uchun u yerda birorta yoqilma operatorni ko'rsatib qo'yishingiz ham yetarli bo'ladi. Tushunarlimi? Bitta misol keltiramiz. Yoqilma operatori yordamida topologiya aniqlash kerak. Bilamizmi? Buni o'lchasamaymi? Savol bormi bu isbotlar bo'yicha? Birlashma F alfa boshida boshlagansiz-ku. Birlashma F alfa shundan Kesishma? qismi. Aha. Qismi biz oxirida ko'rsatgan natijamiz bo'yicha shu narsa qism bo'ladi oxirida birlashma F alfagami? Bo'lib chiqdimi? Voy, kesishma. Ha. Kesishma shu podmnожестволigi bu keyin kesishma F alfaga Hozir mana bu narsa F alfaga qism bo'ldi-ku. Ixtiyoriy alfa uchun. Ixtiyoriy alfa dedimi? Ixtiyoriy alfa uchun bu munosabat bajariladi, to'g'rimi? Demak, mana bu barcha F alfalarning bo'yicha kesishmasini barcha F alfalarning kesishmasida ham yo'q. Har birida yotyapti-ku. Bu kesishmasida yo'q. Savolga olsaga ko'ra, bu har qanday to'plam o'zini yoqilmasi yo'q. Bu bilan ikkita munosabatda tenglik chiqadi. Teng bo'lsa, bu demak gammaga tushadi. Nima bo'ldi? Oxir-oqibat gammadan olingan ixtiyoriy sondagi to'plamlarni kesishmasi yana gammaga tegishli bo'ldimi? Uchinchilar bajaradi. Tushunarlimi? Yoqilma operator yordamida topologiya kiritish. Misol qo'yamiz. O'lchasam maylimi buni? Buni? Maraton bo'lgani uchun qism munosabatini saqlanib qolyapti. Shu maratonligi muhimda shu yerda. Doimiy o'suvchi Mana bu aslida. Abaga qism bo'lganda, keladi qism bo'ladi. Va mana joyini ta'kidlab qo'ydik. Shu uchun muvaffaqiyat operator endi hozir topologik fazo hosil bo'lganda yoqilma operatorlarini gapirish mumkin. O'sha yoqilma bilan ustma tushadi. Buni mana shu sifatida eshitib qo'yiladi.
Qanday? Ikkalasi bir-biriga qismligini ko'rsatish. Masalan, ixtiyoriy avchi mana bu yoqda to'planadi. Demak, ana yopilmasi bunday yoqadi. Bunaqasini ko'rsatish. Bunday yoqchi, ikkalasi tenglikni ko'rsatadi. Xo'sh, misol. Nechinchi? To'rtinchimi? Xo'p, bizda demak kamida ikkita nuqtaga ega bo'lgan to'plam berilgan bo'lsin. Ha? Bo'lgan. Bularni ikkidan kam emas. Va x0 bir-biridan nuqtasi bo'lsin. Bu A kısım x üçün yok. A yopilmasini quyidagi keladi. Nima deyman? Mana shu aniqlangan yopilma operator to'rtish hodisani qanotadi. Ya endi bu to'liq emas, bo'sh to'plamga mas'ul emas. Ha? Bo'sh to'plamga mas'ul qo'yiladi. Tushunarli? Shunday aniqlayman. Bo'sh bo'lmagan to'plam uchun nima qilaman? X0 ni qo'shib qo'yaman. Yopilmaydi. Shunday aniqlasak, bu to'rtta hodisani qanoatlantiradi. Ha? Birinchi hodisa talab bo'ldek o'zi, ikkinchi hodisa demak bitta nuqta qo'shilyapti, ichiga qism bo'ladi. Birlashmada ham okey, to'g'rimi? Yopilmani yopilmasi. Bir marta nuqtani qo'shganingizdan keyin boshqa qo'shishingizga hojat. Bir marta ta'sir qiladi-da. Tushunyapsizlarmi? Ikkinchisida o'sha hech narsa o'zgarmaydi. Ya'ni to'rtta hodisa qanoatlantirish shunday oson. Mustaqil mana shunaqa qilib ikki topologiya fazoga aylanadi. Bu yerda bu topologiya fazo haqida agar gapiradigan bo'lsak, masalan, x0 nuqtani o'zi yopiq to'plam bo'ladi. To'g'rimi? Chunki 5 to'plam. Ba'zi hodisalarni gapirsak, masalan, x0 bormi? Bir nuqtali to'plam. Yopiq to'plam. Yopiq to'plam. To'g'rimi? Va yana x0 ni o'z ichiga oluvchi har qanday to'plam ham yopiq to'plam. To'g'rimi? Masalan, x0 dan boshqa bir nuqtali to'plamlar ochiq to'plamlar bo'ladi. Mana bu hosillar. O'ylab qo'yasizlar. Topologiya fazo haqida. Ha. x0 dan boshqa har qanday bir nuqtali olsa, to'ldirmasi x0 ni o'z ichiga oladi. x0 ni o'z ichiga oluvchi har qanday to'plam yopiq bo'ladi. Yo'q, chunki yopilmasi o'zi bilan Üstümüzce hech narsa qo'shishga hojat qolmaydi-da. X0 ni o'z ichiga olsa to'plam. Uni yopilmasiga, yopilmasini olganingizda hech narsa o'zgarmaydi. Tushunarligami? Yopilma bilan topologiya kiritish. Keyingi metod nima bo'ladi endi? Demorganga murojaat qilsak, ochilmasdi. Intiladi. Intiladi bo'ladi. To'rtta hossasi bor-da. Mana x0 bo'lsa, biroqda to'plam bo'lsin, ha? To'plam. Int degan operator bo'lsin. Qayerga? Ha? Ya'ni ichki qism to'plamlarida ta'sir qiladigan operator. Va bu operator quyidagi masalani qanoatlantiramiz. Mana bu yerda int bilan yozamiz. Int bilan deydigan. Mana bu yerda int x teng x bo'lsin. Nima? Ikkinchidan int a qism har qanday a uchun.
To'g'rimi? Keyin kesishmadi. Dem organga qo'llaganmiz, to'g'rimi? Qo'llaganmiz, dem organga qo'llaganmiz. Intra, kesishma, intraga va orgacha. Mana buni agar int operator mana shunaqa to'rtta shart qanoatlantirsa, u holda quyidagicha bir topologiya kirish mumkin. U shunaqa bo'ladiki, qanaqa input bo'ladi. Ana bu topologiya kiritish mumkin. Bu topologiya uchta shart qanoatlantirishi mana bundan darhol kelib chiqadi. To'g'rimi? Bundan oldin isbotladik. Buni demo organ bilan to'g'rilash bu xossalar va mana bu int operatori yordamida kiritilgan topologiya. Bunga ham misol ko'ramiz. Misol. Mana x raqam berilgan bo'lsa, bu qadr to'g'ri. Kamida ikkita nuqtasi bor. Nuqtasi ko'proq. Va x0 to'plama x0 demak qanaqadir qism. To'plam to'ldirmasini kamida ikkita nuqtada ko'rish kerak. Biz mana int operatorlarni qilamiz. Int operator a kesishma x0. O'xshay? Int x uchun x0 qilamiz. Mana bu a x ga teng bo'lmagan holat. Xos qism to'plamlari uchun int operator a bilan x0 ni kesishmasini olamiz. x0 uchun x int x desak, to'rtta shart bajariladi. Ya'ni bundan to'rtgacha hammasi bajariladi. Shunaqa topologik fazoga aylanadi x. Bu yerda x0 bitta nuqta edi, bu yerda x ni qism to'plami. Masalan, endi bu topologiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, masalan, x0 ga qism bo'lgan har qanday to'plam ochiq to'plam. Ha? Teorik bu qism x0 oladigan bo'lsak nima bo'ladi? Input u teng bo'ladi, to'g'rimi? Uni x0 bilan berish. Ya'ni x0 ga qism bo'lganlar hammasi ochiq. X0 ga tashqarida ochiq to'plam yo'q. Kesishmaydi. Butun x bor. Butun x bor va x0 va uning barcha qism to'plamlari bor. Misol uchun x0 ni o'zini tutishini qaraydigan bo'lsak agar, x0 agar bo'sh to'plam bo'lib qolsa, misol x nimaga aylanib qoladi? Anti-display fazoga aylanadi. To'g'rimi? Misol. Mana qilib, demak, bu bitta misol shu int yordamida topologiya aniqlash. Mana shular demak, biz ko'rmoqchi bo'lgan topologiyaga kiritish usullari. Tushunarlimi? X bo'lsa diskret bo'ladi. Hozir buni bilmayman. X0 x teng bo'lsa deyapsizmi?
Bu X'li qism. hech narsa xalaqit bermaydimi? Teng bo'lib qolsam, diskret bo'ladimi? O'zini olasiz. Teng ixtiyoriy to'plam uchun olyapsiz. Diskret bo'ladi. Tushunarlimi? Keyingi tushunchalarga o'tsak bo'ladimi? Yana bitta operator bor, chegara operator. Eshitganmisiz? Chegara operatori va chegara operatori. Bunga qisqacha to'xtalib o'tsak. Mana bu tomonda turamiz. Chegara operatoriga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Sizlardan ikisini to'ldirmas bilan kechmas qo'shmaslik Nima kesib? nuqta bilan chegaradagi nuqta bilan x'ni ham x'ni to'ldirmasini ham kechmaslik qo'shmaslik. Nuqta bilan to'g'rilmasini kesimiz. Ana atrofi bilan atrofda. Bunda tushungan atrof topilib Qaysi atrof? Exterior. Joriy Atrofda. atrof. Demak, o'sha kvantrlarni qo'ymasangiz, masalan, gap egasini yoki ismini aytmasangiz, tarif bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Kvantrlar qo'yish kerak. Nuqtani atrofi bilan desangiz, shunaqa men atrof topib beraman, kesishaveradi hammasi. Masalan, x olasiz, butun fazo. Nuqtani atrofi, xohlaganingiz bilan kesishadi. Bo'lmaydi bilan ham o'zgaradi. Hop, demak biz nima qilishimiz kerak? Tarif berishimiz kerak. Xo'sh, mana bu operator qarang. X topologik fazo. Topologik fazo. Topologik ketmoqchi emasman. Bo'ldi. Men chegara operatorini aniqlamoqchi. Nima bo'lsin? Mana bu operatorni qaraymiz. Bu tenglikni aniqlagan operator chegara operator. Chegaraviy operator deb tushunadi. Granitsiya. Chegaraviy nuqta tushunchasini ham berish mumkin. Demak, x qanaqadir nuqta bo'lsa agar va ixtiyoriy atrofida har qanday atrof uchun bu a ni o'zi bilan ham va a ning to'ldirmasi bilan ham kesishmasi bo'sh bo'lsa ixtiyoriy. X a uchun nima deyiladi? Chegaraviy nuqta. Chegaraviy nuqta deyiladi. Isbotlash mumkinki, mana bu DA barcha chegaraviy nuqtalardan iborat bo'ladi. DA demak A to'plamining barcha chegaraviy nuqtalar to'plamidan nuqtalari to'plami bilan ismini tutamiz. Qayerdan bilasizlar ismini tutishini?
Sondaş kerak. Teoriya X düşer. Realda tushuntirishsin. Ana bir şey qaratadi. Tarixdan kelib chiqyaptimi yo'qmi? Buni o'chiradi, mana buni. O'chiradi. Xo'sh, qaraydi. Ixtiyoriy chegaraviy nuqta ana bu to'plamga tegishli. Tarixni o'chiradi. Mana agar x bo'lsin, chegaraviy nuqta bo'lsin. Nima uchun? A uchun. Bu holda mana bu shart, bu shart ixtiyoriy atrofni A bilan kesishadi. Demak, A yopilmasiga tegishli. To'g'rimi? İhtiyari atrofda x minus a bilan kesishsa, bu x minus a ni yopilmasiga tegishli bo'ladi. Tarixdan kelib chiqadi nima? X tegishli a ni yopilmasiga va shu bilan birga x minus a ni yopilmasiga tarix hol chegaraviy nuqta tarixdan kelib chiqadi tegishli. To'g'rimi? Demak, chegaraviy nuqta qayerga tegishli bo'ladi? Da. Aksinchasi ham shuda. Mana bu yerga bunday qilsa bo'ladi. Tek kuchliga ketishi. Masalan, mana bu ixtiyoriy nuqta olsak, ha? Ixtiyoriy nuqta olsak, A ni yopilmasiga tegishli bo'ladi, to'g'rimi? Demak, ixtiyoriy atrofi A bilan ketishadi. Chegara. Mana bu yerga biz bunday qilamiz. Mana bu chegaraviy nuqta bo'lsa, bu teng kuchli bo'ladi. Bu shart bunga teng kuchli. Ya'ni bu da obratno. Na, qani oqaylarni faqat teng kuchlilikni o'rgatdi. Buni o'zingizlar qilib ko'rsatgan bo'ladi. Ba'zi xossalarni yozib qo'yamiz. Yopilma, chegaraviy yo'llarni ta'rif qilgan. Ba'zi xossalarni aytamiz. Asosiylar hammasi. Darhol tarixdan kelib chiqadi. Masalan, x minus a endi a. Farqi yo'q, bu narsa o'yin. Farqi simmetrik. Tarixga ko'ra. Bo'ldi? Bu endi mana yopilma va inga bog'liq nuqtalar bor. Ikkinchisi. Demak, D A A A yopilmasi teng bo'ladi. A birlashma D A. Ana yopilmasi nimaga teng bo'ladi? A'ga uni chegarasini qo'shib qo'ygansiz. Buni isbotlab qo'yasizlarmi? Tegiz. Int haqida nima deysiz? A'dan chegarani olib tashlashsiz. Menimcha bular hamma tarixdan kelib chiqadi. Bu nuqtalar haqida yozilgan chegara int haqida gap. Endi sizlarga bitta savol. Bu matematikani hamma bo'limida uchraydi. Barel to'plamda degan nima? Eshitgansizlarmi? Eshitmagansizlar. Barel to'plamda ko'p eshitdilar. Qayerda eshitgan bo'ldingiz? Barel to'plamda nima degan? Kim biladi? Barel to'plamda ishlatiladi. Nima degan barel to'plamda? Eshitmagan. Aslida ikkinchi kurs.
Soy aloqasi bor. Bu matematik yo'llariga uncha aloqasi bormi? Matematik aloqasi yo'q. Gap. Aytib. To'g'ri. Demak, qisqa aytganimni kelib tushuntirdim. Barang to'plamlari bu barcha och to'plamlarni o'z ichiga oluvchi minimal sigmoid. Barcha och to'plamlarni o'z ichiga oluvchi minimal sigmoid. Siz tushunganlar yo'q. Ular tushunmaydimi? Barang to'plamlari ko'p ishlatiladi. Hamma sohalarda nimaligini ko'pchilik o'ylamayapti. Mana x topologik mavzu bo'ldi. Topologik mavzu. Delta x quyidagi shartlarni qanoatlantiruvchi minimal oylar. Minimal. Ya'ni shunaqa shartlarni qanoatlantiruvchi oylarning kesishmasi bo'ladi. Hozir shartlarni yozaman. Birinchi shart. Havo tegishi x. Nima degani bu? Barcha och to'plamlar delta x ga tegishli, ya'ni barcha och to'plamlar barang to'plamlar. Keyingisi. Agar qanaqadir bu delta x ga tegishli bo'lsa, bu holda uning to'ldirmasi ham delta x ga tegishli. Bu degani yo'q to'plamlar ham barang to'plamlar ekan degani. To'g'rimi? Hop, keyingisi masalan u b degan ketma-ketlik olsak, i nechidan nechigacha? Ketma-ketlik bo'lgandan keyin barcha naturallar oladigan bo'lsak, bularning nimasi? Birlashmasi ham birlashmadi. Ular yana nima deyishdi? Sigma algebra deganda, sigma sanoqli birlashma bor bo'lganda sigma degan prefiks qo'shib oldiga qo'yiladigan bo'ladi. Shu uchta shartni qanoatlantiruvchi oilalarning barchasini kesishmasi dedik. Va belgiks barang to'plamlar oilasi. Barang to'plamlar oilasi x da. Barang to'plamlar Chetda birlashmaydi, tavolar kelib chizdi. xohlagancha. Yo, tavda ham birlashmasi. Chizdi, xohlagancha edi. Nega qanday bo'ldi? Ha? Ham yerda yo'q. Yopiq o'rnini ochiq aralash kelishi. Masalan, birinchi shartni masalan taom o'rniga barcha yopiq to'plamlarga almashtirish mumkin. Birinchi shartni o'rtashab turib, nima deyish mumkin? Ixtiyoriy yopiq to'plam tegishli delta x va shunda oxirgi shartni kesishmaga aylantirish kerak. Demak, mana shunaqa. Demak, barcha to'plamlari juda ham keng sinf bo'lib ketadi. Misol uchun to'g'risini oladigan bo'lsak, yevklit, oddiy tabaq.
Siz ko'z tushgan hamma to'plam barra to'plam bo'ladi. Masalan, sizlar ratsional sonlar to'plamini barra to'plam ekanligini isbotlab bera olasizmi? Birorta g'oya berdim. Ratsional sonlar to'plami barra to'plam. Yaqin. Oddiy topologiya. Tabiiy topologiya. Nima deysiz? Yo'q, ratsional sonlar to'plami o'rtoqlar eshitmaganmisiz? Endi bu fanni nomi topologiya bo'lsa, hamma aytilgan gap shu narsa bo'lmasligi kerak. Ratsional sonlar bu maktabda ham o'sha ratsional maktabdagi ratsional sonlarni tanimlaysizlarmi? Oddiy topologiyada barcha intervallar ochiq. To'ldirmalar. Ingliz tillangan topologiyalar ichida. Yo'q, to'plam. Yo'q, ratsional sonlar to'plamining ichiga topologiya. Tabiiy topologiyani qarashimiz. Endi to'plamlar haqida gap ketdi. Hali to'plam. Qism fazo kerak emas. Ya'ni o'sha ratsional sonlar to'plami mana ochiq to'plamdan ana shu uchta shart yordamida hosil qilish mumkin. Aha. G'oya. Nima qilamiz? Savol. Bir nuqtali to'plam. Yopiq to'plam. Qanday to'plam bo'ladi? Yopiq to'plam. Bo'ladi. Bir nuqtali, har qanday bir nuqtali to'plam. Qanday to'plam? Hamma ochiq intervallar hammasi ochiq to'plam. Tabiiy topologiya bo'lgani uchun uni to'ldirmasi ikkinchi shartga ko'ra bir nuqtali to'plamlar. Yopiq to'plam x shu bo'ladi. Uchinchi shart ham qanday to'ldiradi? Hammasi to'ldiradi. Barcha ratsional nuqtalarni olib chiqib birlashtirishib, tushunasizmi? Mana bu bir nuqtali to'plamimiz bormi? Yani bir nuqtali to'plam, barra to'plam. Nega? Çünkü yopiq to'plam. Ochiq to'plamni to'ldirmasi barraga kiradi, to'g'rimi? Barra to'plam. Bu nima degani? Uchinchi shartga ko'ra har qanday sanoqli to'plam barra to'plam bo'ladi degan. To'g'rimi? Uchinchi shartga ko'ra. Bir nuqtali to'plamlar hammasi barra bo'lgandan keyin ixtiyoriy ularning sanoqli birlashmasi. Ya'ni har qanday sanoqli qism to'plam har birda demak nima bo'lyapti? Barra to'plam. Xususan ratsional sonlar to'plamadi. Tushunarli. Demak, bu nima bo'ldi? Bumida? Bitta yer bo'ldi, to'g'rimi? Bitta yer bo'ldi. Nima emas. Mana bu gapni masalan ixtiyoriy tibr fazoda bo'lishi mumkin, lekin tibr nimaligini hali o'tganmiz. Xo'p, urfiy ratsional sonlar to'plami haqida nima deysiz? Barcha sanoqli to'plamlar. Sanoqsizlar. Sanoqsiz. O'rtoqlar, mana sizlarga Lego bersa, yasashni bilasizlar, to'g'rimi? Yo nimadirga qarab, internetdan nimadir qarash kerak emasmi? Hozir men Lego hamma narsani berdim-da, sizlar o'shadan foydalanib bir-biriga ulashib o'tirasiz. Xolos. Ratsional to'ldirmasi. Sifatida qarasiz. Kiradi. Bir tekshir bo'lgandan keyin ikkinchi shartga ko'ra oddiy savollar beradi o'rtoqlar. Oddiy savol. Men savol beryapmanmi, siz demak uni osongina javob berish mumkin deb qabul qiling. Men shunaqa savol beryapman. Sizlarga bir IQ sinab ko'rmoqchi emasman. Oddiy savol va shundan chiqib demak, to'g'ri. Mana buni to'ldirmasi bo'lgani uchun darhol elementimiz bu. Ya'ni irratsional sonlar ham ikkinchi shartga ko'ra barra to'plam bo'ladi. Butun fazo ochiq to'plam bo'lgani uchun barra to'plam. Kantor to'plamini eshitganmisizlar? Yo'q bilmasizlar. Sinov tashlaysiz. 3dan 3ga bo'lib to'rtasi. Kantor to'plamini eshitganmisizlar?
Bo'lsa eshitib oladi. Noldan birgacha, ha? Nima qiladi? 3 ga bo'ladi. Chekkalar ishlardi, O'rtasini tashlab oladi. Mana interval qoladi. Birinchi tur interval ekanmiz. Birinchilar. Keyin yana qolganlarni yana 3 ga bo'lib, yana o'rtasini tashlab oladi. Mana shu proses cheksiz davom etadi. Shunda qolib ketgan to'plam katta to'plam oxirida. Bir, ikki, uch, n barcha kontrol sollar bo'yicha ketadi qadam. Ketyapti. O'shanda tashlanib qolib ketmagan to'p. Tashlanib tushib ketmagan, qolib ketgan elementlar bormi? Bormi? Masalan, 0 bilan 1 hech qachon tashlab yubormaydi. O'sha qolib ketgani kontrol to'p. O'sha kontrol to'plami barcha to'plam bo'ladi. Bu juda bemazza to'plam deyishadi. Bu narsaga kontrol bo'lib qoladi, ha? Mana merasi 0 bo'lgan sanoqsiz to'plamga misol bo'ladi. Zerbe o'lchovi 0 Hozir bilan ikki sanoqsiz. qanotlantirgan bo'ladi shekilli. Tushib qolgan joylar kelishi. Chunki faqat chegadagi nuqtalar-ku. Ha? Faqat chegadagi nuqtalar qoladi-ku bu. Masalan 0, 1 taqsim 3, 2 taqsim 3 qoladi. Agar uni hozir Tashlaganda nimani tashlab oladi? Tashlablar. qism to'plam Interval tashlab. Qolgan to'plam? Qolgan to'plam? Olti to'plam. Bu yo'q to'plam. Yo'q to'plam. Yo'q, Demak, Barelli. Даже kompakt bo'ladi. Qo'shimcha ma'lum. Kompakt ma'lum. shunda eng chekilgan nuqtalar qo'yadi. Eng chekilgan shu jarayonni davom ettirib tasavvur qilish uchun faqat nuqtalar qo'yadi. O'zi hamma to'plam o'z nuqtalardan. chegadagi nuqtalardan Shunaqa nuqtalar bo'ladi. Shuni oxirigacha davom ettirish. Izolyatsiyalangan bo'ladi. Chunki ixtiyor intervallarga o'zidan boshqa yana to'planadi. Ya, nuqta. Shu oxirida Masalan, 0 nuqtani atrofida noldan boshqa yana elementlar bor. Sizlarga hozir variabl R1da variabl bo'lmagan to'plam qidirib keldi. Hech kim savol bermayapti, shu yerda variabl bo'lmagan bormi deb so'rayapti. Biza qancha bu program bo'lsa, Bir to'plami bo'ladi, ya'ni unaqa to'plamlarda umid qilmanglar demoqchiman. Bu bo'ladi. Siz bo'lmaganini qidirib keling. Mazkur tushunarli-ku, topib keldi demak. yo'q bo'lishi ham yo'q bo'lishi ham mumkin. Yo'q bo'lmasligini tushuntirib beradi. Qani. To'plamlarning quvvati masalan tarkibida. Ha, ertaga. Shunda mana bu variabl oilalar qarang, sanoqli amalga bajariladi. Kompyuter bilan sanoqli ko'payyapti. Va demak, mana buni quvvati bormi? Mana bu kompyuter bo'ldi. Yani 2 derecesi artmıyor. Adashmayman. Lekin Erdagi. Ha? Erdagi barcha to'plamlar qancha bo'ladi? Qancha bo'ladi? Yerning barcha qism to'plamlari esa nimani bildiradi? Borlik. Barcha qism to'plamlar mana shuncha ekan. Barcha to'plamlar mana shuncha. Ko'payib. Borligiga ishondik. Endi qidirib. Savollar bormi bugungi o'tirganda? Tushunarlimi? Hammasi tushunarlimi? Ko'zlar ko'pchilik havoda turibdi. Men bilan o'zini o'rtasida nima aytadi? Fokus yetib kelmayapti.
Nafas tushunarli o'xshamadi. Biroq yani. Qiyin bo'lsa aytinglar, sekinlashtiramiz. Hop. Qiyinmi? Yo'q, tushunarli. Qiyin bo'ladimi? Tushunasizlarmi? Ha. Bo'pti, bo'lmasa, rahmat, ko'katib bermam. Mendan so'rayapsiz. Yo'q,